Assalomu alaykum. Bu yangiliklarimiz ijtimoiy tarmoqlardan olingan. Bu ogohlikka chaqirish va ehtiyot bo'lish uchun. Boshqalarga ham yetkazib qo'yinglar. Shu holga tushmaslik uchun va shu narsalar bo'lmasligi uchun. Chunki aytadi-ku, og'zi pishgan qatiqni ham puflab ichadi deb. Ko'p vatandoshlarimiz O'zbekiston va qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston insonlar Rossiyaga borib ishlashga va ko'proq pul topishga harakat qilyapti va buni orqasida ham qiyinchiliklar bor. Bilamiz, tushunamiz. Hujjat olish, hujjat soxta yoki soxta emasligiga aldanib qolish yoki qaysidir joyga yurgan paytda politsiyalar bilan militsiya to'qnashib, ya'ni bir-birini tushunmay qolish, shu kabi holatlarga tushib va o'z bilmagan holatda jinoyatchi bo'lib qolayotganlar ozgina emas. Chunki urushga yuborish yo'llarini har taraflama o'zlari va boshqalar bilmagan holatda urushga yo'llanib qolyapti. Ko'pga tushib o'tirmaslik uchun ehtiyot bo'lgani yaxshi. Rossiya Ukraina urushida qatnashish uchun shartnoma imzolagan qashqadaryolik yigit 8.240.000 so'm jarimaga tortildi. Nimaga va nima uchun? Rossiya Ukraina urushida ishtirok etish uchun shartnoma imzolagan qashqadaryolik yigit sud hukmi bilan jarima jazosi qo'llandi. Aniqlanishicha, 1998-yilda tug'ilgan bu qashqadaryolik yigit 2025-yilning mart oyida Rossiya Federatsiyasiga borib 3 oydan ortiq vaqt davomida yo'llanma ishchi sifatida ishlagan. 8-iyul kuni u yashash qoidalarini buzgani hamda tegishli hujjatlariga ega bo'lmagani sababli politsiya xodimlari tomonidan ushlangan va bir kun davomida qamoqda saqlangan. Mahkamaga olib borgach, meni so'roq qilishdi. Rus tilini bilmaganim uchun qiynalib javob berdim. Shunda menga ular jazodan ozod bo'lishim uchun Rossiya Ukraina urushida qatnashishni taklif qilishdi. Javobgarlikdan qo'rqib, Mudofaa vazirligining 1 yillik harbiy xizmat shartnomasini imzolashga majbur bo'ldim. Shundan keyin meni Xanti-Mansisk shahrida joylashgan harbiy poligonga yuborishdi, deydi qashqadaryolik yigit. Poligonda harbiylar uni olib ketayotgani, ota-onasiga qo'ng'iroq qilib urushga olib ketishayotganini bildirdi. Ular unga bir ilojini qilib qochish kerakligini aytishgan. Shundan so'ng harbiy mashg'ulotlar davomida poligondan qochish yo'llarini izlagan va nihoyat 8-avgust kuni harbiy poligondan qochishga muvaffaq bo'lib, 15-avgust kuni Moskva shahriga yetib kelgan hamda O'zbekiston Respublikasi elchixonasiga yordam so'rab murojaat qilgan. Hujjatlari bo'lmagan sababli unga vatanga qaytish guvohnomasi rasmiylashtirib berilgan. 19-avgust kuni Moskva Samarqand yo'nalishiga aviareys orqali O'zbekistonga yuborilgan. Yetib kelgandan so'ng ixtiyoriy ravishda Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi murojaat qilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha kasbi tuman sudi qashqadaryolik yigitni Jinoyat kodeksining 154-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topgan. Unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobar, ya'ni 8.240.000 so'm miqdorda jarima jazosi tayinlangan. Avvalroq Rossiya Ukraina urushida qatnashib dronlar hujumi oqibatida jiddiy yaralangan marg'ilonlik fuqaroning ozodligi 3 yilga cheklangani xabar qilingandi. 19 yoshli bekobodlik yigit esa 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Rossiya Ukraina urushi o'rtasidagi urushda qatnashib mina portlashi natijasida yaralangan namanganlik fuqaroga 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan cheklagan jazosi tayinlangandi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-moddasiga ko'ra harbiy harakatlarda qatnashish uchun yo'nalish 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etishga sabab bo'ladi. Urushga odamlarni yo'llash, ularni o'qitish va ulardan harbiy harakatlarida foydalanish 12 yilgacha ozodlikdan mahrum bo'lishga olib keladi. Jinoyat kodeksining 154-moddasiga asosan chet davlatlari harbiy xizmatiga xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmat yo'llangan O'zbekiston fuqarolari 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Mana
xabarni va yangilikni eshitdingizlar va siz ham xulosa qilinglar. Chet yurtga borgandan so'ng, ishlagani borgandan so'ng ehtiyot bo'linglar. Har xil narsalarga imzo qo'ymanglar. Iloji boricha dokument bilan yuringlar. Sizlarga tavsiyam va doimo diqqatli bo'lishlaringizni so'raymiz. Chunki hozir plastik karta yoki cho'ntagingizga bir narsa o'zlari solib va o'zlari sizni jinoyatchi qilib tashlashi mumkin. Shunaqa narsalarni eshityapmiz, ko'ryapmiz va ehtiyot bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'linglar, like bosinglar, o'z xulosalaringizni bildiringlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, ehtiyot bo'linglar.